Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 15-sentyabr 2025-yil navbatdagi partiyamiz xudo xolasa. Xo'p, nimalar ketyapti? Soatiga 100-130 kilo chiqaradigan 5,5 kilovatlik roliga alanadigan Moskvich zadniy mostlik granulyatorimiz. Xo'p, Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Unga qo'shimcha bitta universal drabilkamiz 8 tali pichog'idan hali o'zi olib kirib ketadigan, hashilar o'zi olib kirib ketadigan variantidan, hop, mis motorligidan 220 da ishlaydiganidan. Hop, bu ham Qirg'izistonga xudo xolasa mana bunisi soatiga 400-500 kilo yem chiqaradigan, roliga alanadigan universal granulyatorimiz. 22 kilovat, 1,5 ming оборотlik. Xudo xolasa bu soatiga 400-500 kilo chiqaradi. Bu Marg'ilonga chiqib ketyapti. Hop, ushbu mahsulotlarimizni narxiga keladigan bo'lsa, xudo xolasa bunisi 5,5 kilovatligimiz $1000, drabilkamiz 3,5 million, universali Donhashi medalida bunimiz $2600. O'zbekiston bo'yicha bular shahar markazlariga dastavkalar tekin. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan chiqamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.